Cenab-ı Allah buningdan 14 asr burun insonlarga yo'l boshlovchi kitob bo'lgan Qur'on Karimni nozil qildi va butun insonlarni bu kitobga aytish orqali nijot topishga chaqirdi. Bu kitob nozil qilingan kundan e'tiboran toki qiyomat kunigacha insonlarning birdan-bir yetakliguvchi angushlari va ilohiy dasturidir. Qur'on Karimning tangdoshsiz uslubi va o'z ichiga olgan ilmiy hikmatlari uning Janobi Allohning so'zi ekanligining qat'iy dalil bo'lishi bilan birga, uning Alloh tarafidan nozil qilinganligini isbotlaydigan nurg'unlagan mo'jizaviy xarakterli xususiyatlarmi bor. Bu xususiyatlardan biri 20-asr fan texnikasi orqali bilingan ba'zi ilmiy haqiqatlarning buningdan 1400 yil ilgari Qur'on Karimda bildirilgan bo'lishidir. Qur'on Karim albatta bir ilm-fan kitobi emas, ammo uning turli oyatlarida intayin negizlik va hikmatlik bir xil tasvirlash uslubi bilan o'ttirib qo'yilgan ba'zi ilmiy haqiqatlar faqat 20-asr fan texnikasi orqali kashf qilindi. Qur'on Karim nozil qilingan vaqtda ilmiy jihatdan tushunish intayin qiyin bo'lgan bu ma'lumotlar davrimizdagi insonlarga Qur'on Karimning Janobi Allohning so'zi ekanligini yana bir qitim isbotlamoqda. Qur'on Karimning ilmiy mo'jizalarini tushunish uchun oldi bilan bu kitob nozil qilingan vaqtdagi bilim saviyasini bir qur ko'zdan kechirish lozim. Qur'on Karimda nozil qilingan 7-asrda Arab xalqi ilmiy masalalar to'g'risida son-sanoqsiz xurofotlarga va xato tushunchalarga ega edi. Dunyoviy va tabiatni tadqiq qiladigan fan texnikaga ega bo'lmagan arablar avloddan avlodga so'zlanib kelgan afsonalarga ishonatdi. Masalan, osmonning tog'lar vasitasi bilan ustimizda turayotganligini faraz qilardi. Bu e'tiqodning qarashicha, yer shari tuz bo'lib, ikki uchida egiz tog'lar bor edi. Bu tog'larning har biri biridan tuyurga o'xshash ko'k osmonni ko'tarib turayotganligi qiyos qilinadi. Lekin arablarning bu xato e'tiqodlarining hammasi Qur'on Karimning nozil qilinishi bilan birga amaldan qoldirildi. Alloh osmonlarni to'g'riksiz barpo qildi. Oyatin osmonning tog'lar orqali ustimizda turayotganlik e'tiqodini butunlay buzib tashladi. Undan boshqa nurg'un masalalarda o chog'larda hech qanday kishi bilmaydigan muhim ma'lumotlar berildi. İnsanlar astronomiya, fizika va yoki biologiya to'g'risida hech narsa bilmaydigan bir vaqtda nozil qilingan Qur'on dunyoning yaratilishidan tortib, odamning borliq kelishgacha, atmosferaning mohiyatidan tortib, yer sharidagi tamponliqgacha intayin ko'p masalada oshqushlik ma'lumotlarni o'z ichiga olmoqda. Tuvanda Qur'onda bayon qilingan ilohiy mo'jizalarning bir qismini birlikda ko'rib o'taylik. Qur'on Karimda koinotning yaratilishi mundaq bayon qilindi. Alloh osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Qur'on Karim bergan bu ma'lumot zamonaviy ilm-fanning ijodiyatlariga butunlay uyg'undir. Bugun astronomiya fizikasi yetib borgan keskin natija shuki, butun olam modda va zamon jihatda bir yo'qlik holatdan cho'ng bir portlash orqali borliq kelgan. Bu cho'ng portlash asli ismi bilan talaffuz qilganda Big Bang nazariyasi butun olamning taxminan 15 milliard yil burun faqat birli nuqtadan portlashi orqali yo'qlikdan borliqqa kelganligini isbotladi.
cho'ng portlash nazariyasi kunimizda olamning yaratilishi va boshlang'ichi to'g'risida barliq ilm-fan arboblari tarafidan birdek qabul qilingan birdan-bir ilmiy izohatdir. Big Bang'dan burun modda deydigan bir narsa mavjud emas edi. Modda, energiya, hattoki zamonmi mavjud bo'lmagan, butunlay metafiziklik jihatdan tasvirlash mumkin bo'ladigan bir yo'qlik holatida modda, energiya va zamon yaratildi. Zamonaviy fizika kashf qilgan bu cho'ng portlash Qur'on Karimda bizga 1400 yil burun xabar qilingan. On 14 asr burun astronomiya ilmi taraqqiy qilmagan bir mezgilda nozil qilingan Qur'on Karimda olamning kun sari kengayotganligi tilga ilinib bundoq deyiladi. Biz osmonni qudrat bilan barpo qildik. Haqiqatan biz uni kengaytkichidormiz. Bu oyatdagi osmon so'zi Qur'on Karimning nurg'un joylarida tashqi olam va koinot ma'nosida ishlatilgan bo'lib, yuqoridagi oyatdami shu ma'noda ishlatilgan. Ya'ni Qur'on Karim olamning kengaydiganligini xabar qilgan bo'lib, hozirgi zamon ilm-fan texnikasimi bu ilmiy yakuniga yetib bordi. Yigirmanchi asrning boshlariga qadar ilm-fan dunyosida hokim bo'lgan ko'z qarash koinotning turg'un holatda ekanligi va azaldan beri shundoq davom qilib kelganligi shaklida edi. Ammo zamonaviy ilm-fan texnikasi orqali ilib berilgan tadqiqot va istatistikalar koinotning bir boshlang'ichi borligini va davomli kengayotganligini o'ttirib qo'ydi. Rossiyalik fizikshunos Aleksandr Friedman ve bilgelik alemshunos Georgiy Lemaitre bu asrning boshlarida olamning davomli harakat qilayotganligi va kengayotganligini nazariy jihatdan hisoblab chiqdi. Bu haqiqat 1929-yilga kelganda ilmiy kuzatish orqali isbotlandi. Amerikalik astronom Alvin Hubble o'zi ishlatayotgan cho'ng tipdagi teleskop orqali olamni kuzatayotganida yulduzlarning va yulduz sistemlarining to'xtamasdan bir-biridan yiroqlashayotganligini bayqadi. Barliq jismlar to'xtamasdan bir-biridan yiroqlashayotgan bu koinot bo'lsa, davomli kengayotgan olam degan uqumni bildiradi. Koinotning to'xtamasdan kengayotganligi keyingi yillardagi kuzatishlar orqali texmo ro'shanlashdi. Halbuki bu haqiqat texi hech qanday kishi tomonidan bilinmagan bir davrda Qur'on Karimda bayon qilingan edi. Chunki Qur'on Karim butun koinotning yaratuvchisi va boshqaruvchisi bo'lgan Janobi Allohning so'zidir. Qur'on Karimda quyosh yoki oy haqida to'xtalganda har birining o'z oldiga ma'lum bir orbitasi borligi ta'kidlanadi. Allah keçini ve gündüzni, kunni hem oyni yaratdi. Ularning har biri o'ziga xos falakda seyr qiladi. Quyoshning muqim emasligi, balki ma'lum bir orbitida seyr qildiganligi yana bir oyat karimda shundoq uqtirilmoqda. Quyosh o'zi uchun belgilangan bir joyga qarab seyr qiladi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Qur'on Karimda bayon qilingan bu haqiqatlar davrimizdagi astronomiyalik tekshirishlar orqali o'ttirib qo'yildi. Astronomiya mutaxassislarining istatistiklarga qaraganda, Quyosh solar apexis deb ataladigan bir orbitini bo'ylab Vega yulduzi atrofida soatiga 720 ming kilometrlik tezlik bilan harakat qiladi. Bu mundaqcha aytganda, Quyoshning kuniga 17 million 280 ming kilometr yo'l mangdiganligini ko'rsatadi. Quyosh bilan uning tortish sistemasi ichidagi barliq planetlar va hamrohlarimi o'xshash masofani aylanadi. Shundaqla koinotdagi barliq yulduzlarmi mushunga o'xshash planliq harakat qilmoqda. Butun koinotning bu yusonda
orbitlar bilan zinnatlanganligi to'g'risida Qur'on Karimda mundaq deyilgan: Yo'llari bor osmon bilan qasamki. Koinotda taxminan 200 milliard yulduz sistemasi bor bo'lib, har bir yulduz sistemasida o'ttir hisob bilan 200 milliard yulduz bor. Bu yulduzlarning ko'pinchilarining planetlari, bu planetlarning hamrohlari bor. Bu osmon jismlarining hammasi intayin inchki hisoblar bilan bekitilgan orbitlarga ega bo'lib, milyonlagan yildan buyon har biri o'z orbitasida boshqa orbitlar bilan birlikda xatosiz holda bir-biriga moslashib, intizomchanlik bilan aylanmoqda. Bulardan boshqa nurg'unlagan quyruqli yulduzlarmi o'zlari uchun belgilangan orbitlarda harakat qilmoqda. Koinotdagi orbitlar osmon jismlariga maxsus bo'lmasdan, balki yulduz sistemlarimi hayron qolarlik tezlik bilan planlik va hisoblik orbitlar ustida harakat qiladi. Bu harakatlar jarayonida osmon jismlarining hech birisi yana biriga so'qilib ketmaydi va do'qurishib qolmaydi. Albatta, Qur'on Karim nozil qilingan vaqtda insoniyat davrimizdagidek tashqi olamni millionlarcha kilometr yiroqlikchilik kuzatalaydigan teleskoplarga, taraqqiy qilgan kuzatish texnikalariga, zamonaviy fizika va astronomiya bilimlariga ega emas edi. Bu sababdan tashqi olamning oyati bayon qilinganidek inchkilik bilan tayyorlangan yo'llar va orbitlar bilan bezalganligini u chog'da ilmiy jihatdan aniqlab chiqish mumkin emas. Lekin u davrda nozil qilingan Qur'on Karimda bu haqiqat bizga nihoyat ro'shan holda bayon qilingan. Chunki Qur'on Karim Janobi Allohning so'zidir. Qur'on Karimda Janobi Alloh osmonning hayron qolarlik bir xususiyatiga diqqatimizni qo'zg'ab mundaq deydi: Osmonni biz bexatar uyiz qildik. Holbuki ular osmondagi alomatlardan g'aflatlidir. Osmonning bu alohidligi 20-asrdagi ilmiy tadqiqotlar orqali isbotlandi. Yer sharimizni har tarafdan qorishab turgan atmosfera hayotlikning davomlashishi uchun intayin muhim vazifalarni o'taydi va yer shariga qarab yaqinlashayotgan nurg'unlagan cho'ng kichik meteorit toshlarini eritib tashlab, bularning yer shariga tushib jonliqlarga cho'ng ziyon zahmat yetkazishining oldini oladi. Atmosfera yuqorqilardan boshqa tashqi olamdan kelgan va jonliqlar uchun ziyonli bo'lgan nurlarni suzadi. Diqqat qilish tegishli yeri shuki, atmosfera faqatla ziyonli bo'lmagan nurlarni, ya'ni ko'rinadigan nurni, infraqizil nurlarni va radio to'lqinlarini o'tkazadi. Chunki bular hayotlik uchun kerakli omillardir. Atmosfera tarafidan ma'lum miqdorda o'tishga ruxsat qilingan ultra binafsha nurlari o'simliklarning fotosintezlanishi tufaylidan butun jonliqlarning hayotda qilishida intayin muhim ahamiyatga ega. Quyosh tarqatgan kuchli ultra binafsha nurlarning ko'pinchisi atmosferaning ozonosfera qatlamida suzilib, hayotlik uchun kerak bo'lgan oz bir qismi yer shariga yetib keladi. Atmosferaning qo'g'dug'uchi xususiyati buning bilanla cheklanib qolmaydi. Yer shari tashqi olamning o'ttir hisob bilan 0 dan tuvan 270 selsiya graduslik qattiq sovuqdan yana atmosfera orqali saqlanadi. Yer sharini ziyonli ta'sirlardan qo'g'daydigan omil faqat atmosfera emas. Atmosfera bilan birga Van Allen chamberlari deb ataladigan yer sharining magnit maydonidan hosil bo'lgan
bir katlanma sayyoramizga kelgan ziyonli nurlarga qarshi bir qalqon vazifasini o'taydi. Quyoshdan va boshqa yulduzlardan davomli tarqalib turadigan bu nurlar insonlarni o'ltiradigan xususiyatga ega. Xususan, Quyoshda pat-pat yuz beradigan va portlash deb ataladigan energiya portlashlari agar Van Allen chambarlari bo'lmaydigan bo'lsa, yer sharidagi butun hayotni yo'q qilaligida kuchga ega. O'tganki yillarda maydonga kelgan bir portlashda hosil bo'lgan energiyaning Hiroshimaga tashlangan atom bombasiga o'xshash bombadan 100 milliard dona atom bombasiga teng keladiganligi mo'ljallanadi. Portlashdan 58 soat keyin kompaslarning stirliklarida odatdan tashqari harakatlar ko'rilib, yer shari atmosferasining 250 kilometr egizligida issiqlik darajasi 0 dan yuqori 2500 Selsiy gradusga chiqqanligi bayqalgan. Qisqasi, yer sharining ustida uni har tarafdan qorshab turadigan va tashqi xatarlardan mudofaa qiladigan nihoyat mukammal bir sistema vazifa o'taydi. Mana mushundaq yer shari osmonining bu bexatar qalqon ekanligi bundan 14 asr burun Qur'on Karimda bizga bildirilgan. Qur'on Karimda Tarix surasining 11-oyatida osmonning orqa qaytarg'ishi alohidligi tilga ilinib mundaq deyiladi. Orqa qaytarg'ichi osmonga qasamki. Qur'on Karimning tarjimalarida aylanadigan deb tarjima qilinadigan kalima orqa qaytargan va yoki orqa aylantirgan degan ma'noni bildiradi. Ma'lum bo'lganidek, dunyoni har tarafdan qorshab turgan atmosfera bir muncha qatlamdan hosil bo'lgan bo'lib, har qatlamning jonliqlarning manfaati uchun alohida bir vazifasi bor. Tekshirib ko'rilganda, har qatlam o'zi kelgan modda yoki nurlarni tashqi olamga yoki yer yuziga qaytarish alohidligining borligi bayqalgan. Tuvanda yer sharini har tarafdan qorshab turgan qatlamlarning qaytarish alohidligini bir necha misol orqali o'tirib qo'yib o'taylik. 13 ve 15 kilometre egizlikdagi troposfera yer yuzidan ko'tarilib chiqqan suv parlarining bir yerga to'planib tekrar yer yuziga qaytishiga kafolat qiladi. 25 kilometr egizlikdagi ozonosfera tashqi olamdan kelgan radiatsiya va ziyonli ultrabinafsha nurlarni qaytarish orqali yer yuziga kelmasdan tashqi olamga qaytib ketishiga kafolat qiladi. Ionosfera qatlami bo'lsa, yer yuzidan tarqalgan radio to'lqinlarini bir sun'iy hamroga o'xshash yer sharining har tarafiga takror qaytirib, tarqitish orqali simsiz aloqa va radio televizor anglatishlarining yiroq joylardan anglashiga va ko'rinishiga kafolat qiladi. Havo qatlamlarining texi yaqinqi davrda bayqalgan bu alohidligining minglarcha yil ilgari Qur'on Karimda tilga ilinishi, uning Allohning so'zi ekanligini yana bir qitim ta'kidlamoqda. Qur'on Karimning oyatlarida koinot haqida berilgan ma'lumotlardan biri osmonning 7 qat ta'riflanganligidir. Bu haqda Qur'on Karimda mundaq deyiladi. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah har narsani bilguchidir. Ondan u osmonni yaratishga yuzlandi. Halbuki o tuman holatida edi. Allah 7 osmonni 2 kunda yaratdi. Har osmonning ishini o'ziga bildirdi.
ya'ni her osmonning ehtiyojli ishlarini o'rinlashtirdi. Qur'on Karimda osmon kalimasi butun koinotni ifodalash uchun qo'llanilganidek, yer shari osmonni ifodalash uchunmi ishlatiladi. Kalimening bu ma'nosini olganimizda, yer shari osmonining boshqacha qilib aytganda, atmosferaning 7 qatlamdan tarkib topganligi xulosasini chiqara olamiz. Haqiqatan bugun yer shari atmosferaning ustiga tizilgan xilma-xil qatlamlardan tarkib topganligi bilinmoqda. Ya'ni kelib o'z ayni oyatda xabar berilganidek dal 7 asosiy qatlamdan iboratdir. Bu masala bir ilmiy manbada mundaq tushuntiriladi. Olimlar atmosferaning birmuncha qatlamlaridan tarkib topganligini kashf qildi. Qatlamlar bisimlari va bisimlarni shakllantirgan gazlarning birikmasiga o'xshash alohida fizikal xususiyatlar orqali bir-biridan farqlanib turadi. Atmosferaning yer shariga eng yaqin bo'lgan qatlami troposfera qatlami bo'lib, atmosfera umumiy miqdorining %90%ni egallaydi. Troposferaning ustidagi qatlam bo'lsa, stratosfera qatlamidir. Stratosferada ultrabinafsha nurlarni so'mdiradigan qatlamga ozonosfera deb ataladi. Stratosferaning ustidagi qatlamga mezosfera deyiladi. Mezosferaning ustida termosfera joylashgan. İyonlashgan gazlar termosferaning ichida ionosfera deb ataladigan bir qatlamni shakllantiradi. Yer shari atmosferasining eng sirtqi qatlami 450 kilometrdan 960 kilometrga so'zilib turadi. Bu qatlamga bo'lsa izonosfera qatlami deb nom berildi. Bu manbada tilga ilingan qatlamlarni sanaydigan bo'lsak, atmosferaning oyatda bayon qilinganiga o'xshash dal 7 qatlamdan hosil bo'lganligini ko'ramiz. 20-asr fan texnikasi o'ttirga chiqishdan burun hech qanday yo'l bilan isbotlash mumkin bo'lmagan bu ma'lumotlarning 1400 yil ilgari nozil qilingan Qur'on Karimda ro'shan holda o'qtirilishi bo'lsa, intayin katta bir mo'jizadir. Qur'on Karimda diqqatimizni tog'larning intayin muhim bir geologik roliga tortib mundaq deyilgan. Yer tavrab ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Diqqat qiladigan bo'lsak, oyatda tog'larning yer yuzidagi yer tavrashining oldini oladigan bir xususiyatining borligi bildirilmoqda. Qur'on Karim nozil qilingan mezgilda hech qanday inson bilmaydigan bu haqiqat zamonaviy geologiyaning kashfiyotlari natijasida o'ttirib chiqdi. Geologiyalik ma'lumotlarga asoslanganda tog'lar yer shari postini borliq keltirgan intayin cho'ng qatlamlarning harakatlari va so'qilishlari natijasida borliq kirdi. Ikki qatlam so'qilganda chidamliroqi yana birining ostiga kiradi va yuqorida qolgan qatlam qatlanish orqali egizlaydi va tog'larni paydo qiladi. Ostida qolgan qatlam bo'lsa, yer ostiga qarab ilgirlab, tuvanga qarab cho'nqur bir tarmoq hosil qiladi. Demak, tog'larning yer yuzida biz ko'rayotgan egizlik hajm miqdoriga parallel holda yer ostiga qarab ilgirlagan cho'nqur bir tarmoqi bor. Bir ilmiy manbada tog'larning bu alohidligi mundaq tasvirlangan. Ta'alaning qilinroq bo'lgan tog'liq rayonlarida yer posti manto deb atalgan yer qatlamiga cho'nqur petib qoladi. Bir oyatda tog'larning bu vazifasining qo'ziqlarga o'xshaydiganligi tasvirlanib mundaq deyilgan. Zaminning ustida muqimlashinglar va keng tuzlanliklarga ziroat terib foydalanishinglar uchun zaminni bisot qilmadikmi? Zaminning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi? Tog'lar bu shaklda yer yuzi qatlamlarining birlish nuqtalarida yer ustiga va yer ostiga qarab so'zilgan holda bu qatlamlarni bir-biriga ching tutashtirib turadi. Bu shaklda yer postini muqimlashtirib, magma qatlami ustida va yoki o'z qatlamlari orasida tiyilib ketishga to'sqinlik qiladi. Qisqasi, tog'larni, taxtlarni bir o'rinda muqim tutib turadigan mixlarga o'xshata olamiz.
Tağlarning bu muqimlashtiruvchi alohidligi ilmiy ifoda bilan izostasti deb ataladi. Izostastining o'qimi tuvandikidek. Izostasti geologiyada tağlarning zaminning ostida paydo qilgan tortish kuchi orqali yer postining umumiy tangpunligini muhofazat qilishi degan ma'noni bildiradi. Yuqorida ko'rganimizdek, zamonaviy geologiyalik va yer tevresh bilan munosabatli tadqiqotlar natijasida kashf qilingan tog'larning bu intayin muhim ahamiyatli roli minglar yil ilgari nozil qilingan Qur'oni Karimda Allohning yaratishidagi oliy hikmatining bir misoli sifatida taqdim qilingan. Bir ayette tağlarning biz ko'rayotgandek muqim turmaydiganligi, uning davomli harakat holatida ekanligi mundaq bayon qilinadi. Tağlarni turg'un holatda gumon qilasan, holbuki ular bulutdek cho'gilib turadi. Tağlarning bu harakati biz ustida turayotgan yer postining harakatidan hosil bo'ladi. Yer posti o'zidan cho'ngroq bo'lgan manto qatlam ustida go'yoki o'shqandek harakat qilmoqda. Tunji qitim bu asrning boshlarida Alfred Wenger ismli germaniyalik bir olim yer yuzidagi qit'alarning yer sharining dastlabki mezgillarida bir yerda ekanligini, keyincha o'xshamagan taraflarga tarqalib, bir-biridan ayrilib yiroqlashganligini o'ttirib qo'ydi. Lekin geologlar mazkur olim Wengerning to'g'ri so'zlaganligini u o'lib 50 yildan keyin, ya'ni 1980-yillarda tushunib yetalidi. Yigirmanchi asrning boshlarida ilib berilgan geologiyalik tadqiqotlar natijasida kashf qilingan yer postining bu harakati ilmiy manbalarda mundaq bayon qilinmoqda. Yer posti va tashqi manto qatlamidan tarkib topgan 100 kilometr qalinlikdagi yer sharining tashqi qismi qatlam deb ataladigan parchalardan hosil bo'lgan. Yer sharining tashqi qismini shakllantirgan 6 cho'ng qatlam va sonsizlagan kichik qatlamlar bor. Qatlam texnikasi deb ataladigan nazariyaga asoslanganda, bu qatlamlar qit'alarni va okeanlarning ostini birlikda ilib mangan holda yer sharining ustida harakat qiladi. Qit'alarning bu harakatining yilga 1 bilan 5 sm atrofida ekanligi hisoblanib chiqdi. Qatlamlar bu shaklda harakatni davomlashtiradigan bo'lsa, dunyo jo'grafiyasida o'zgarishlar yuz beradi. Bu yerda eskartib o'tishga tegishli nuqta shuki, Janobi Alloh tog'larning harakatini oyati karimda ittirlishish degan ifoda bilan bildirgan bo'lib, haqiqatanmi davrimiz olimlarining buningga qo'llangan inglizcha atalg'u continental drift mu o'xshash ma'noni, ya'ni qit'alarning itirilishi degan ma'noni bildiradi. Ilm-fan texi yaqinda kashf qilgan bu ilmiy haqiqatning Qur'on Karimda bayon qilinganligi shak shubhisizki Qur'on Karimning mo'jizalaridan biridir. Tömür Qur'on Karim alohida tilga olgan elementlardan biridir. Qur'on tömür degan ma'noni bildiradigan hadis surasida mundaq deydi: "Va biz kuch-quvvatni o'z ichiga olgan, insonlar uchun nurg'un manfaatlar bo'lgan tömürni tushirdik." Yuqoridagi oyatda tömür uchun maxsus tushirdik kalimasining qo'llanishi uni insonlarning xizmat va boshqarishiga berilganligidan iborat majoziy bir o'qimni bildirish uchun bo'lsa kerak. Ammo kalimaning osmondan modda holatida tushirish shaklidagi haqiqiy ma'nosiga diqqat qilsak, bu oyatning intayin muhim bir ilmiy mo'jizani
o'z ichiga olganligi o'ttirg'i chiqadi. Chunki zamonaviy astronomiya kashfiyotlari biz yashayotgan yer sharidagi temir konlarining tashqi olamdagi g'oyat zo'r yulduzlar olamidan kelganligini o'ttirib qo'ymoqda. Koinotdagi og'ir metallar cho'ng yulduzlarning yadroliq kuchidan hosil bo'ladi. Quyosh sistemamiz bo'lsa, temir elementini o'zining ichida ishlab chiqara oladigan bir tuzilishda emas. Temir faqat quyoshdan bir necha hassa cho'ng bo'lgan yulduzlarda bir necha 100 million Selsiya gradusga yetgan haroratda hosil bo'lmoqda. Inglizcha nova yoki supernova deb ataladigan bu yulduzlardagi temir miqdori muayyan bir nisbatdan hal qilganda yulduzlar buningga bardoshlik bera olmay portlaydi. Bu portlash tufaylidan ichida temir moddasi bo'lgan meteoritlar olam bo'shligiga tarqaladi va toki boshqa bir planetning tortish kuchining ta'siriga uchrab, o planetga so'qilib ketkicha bo'shliqda laylab yuradi. Bütün bunlardan shuni bilib olamizki, temir konlari yer sharimizda barliq kelmasdan meteoritlar vasitasi bilan supernova yulduzlaridan ilinib, o'z ayni oyati karimda bayon qilinganidek yer shariga tushirilgan. Bu ilmiy haqiqatning Qur'on nozil qilingan 7-asrida ilmiy jihatdan kashf qilina olmaydiganligi aniq. Ammo bu haqiqat har narsani tangdoshsiz ilmi bilan bilib turadigan Janobi Allohning so'zi bilan Qur'on Karimda bayon qilingan. Shuning bilan birga ichida temir haqida to'xtalib o'tgan Hadis surasining 25-oyati kishini bekmo hayron qoldiradigan ikki matematik shifrni o'z ichiga olgan. Al-Hadid Qur'onning 57-surasidir. Al-Hadid kelimasining arabchadagi matematik miqdori, ya'ni abjad hisobi bilan hisoblaganda o'ttirg'i chiqqan sonmi o'xshash 57 dir. Va shuningdek, faqat hadid kelimasining matematik qimmati 26 bo'lib, 26 raqami temirning atom rad nomeridir. Qur'on Karimning bir oyatida shamolning changlashtirish alohidligiga ega ekanligi va bu alohidligining natijasida yomg'irning hosil bo'lganligi diqqatimizni tortadi. Biz yomg'irni haydaydigan shamollarni avatdik. Biz bulutdan yomg'ir yog'dirib sizlarni sug'ardik. Bu oyati karimada yomg'irning shakllanishidagi dastlabki bosqichning shamollar ekanligiga diqqatimizni tortmoqda. Halbuki 20-asrning boshlariga qadar yomg'ir bilan shamol o'ttirsidagi birdan-bir munosabat shamolning bulutlarni haydaydiganligidir deb qaralib kelgan edi. Zamonaviy havorai ilmining kashfiyotlari bo'lsa, shamolning yomg'irning hosil bo'lishida changlashtirish rolini o'ynaydiganligini isbotladi. Shamolning bu changlashtirish alohidligi tuvandagidek aminlashidi. Okean va dengizlarning ustida köpükleniş sebebinden her daim san-sanoqsiz havo sharchlari to'plashidi. Bu sharchlar portlagan vaqtda millimetrning 101 hajmidagi minglagan zarrachalarni havoga otadi. Aerosol deb atalgan bu zarrachalar shamol vositasi bilan quruqlikdan kelgan chang tuzanglar bilan aralashgan holda atmosferaning yuqori qatlamlariga o'rlaydi. Shamollar bu shaklda yuqori tarafga ilib chiqqan kichik zarrachalar bu yerde su horları bilen uçurşudu. Su horları bolsa bu zarrachalarning atrofiga to'planish orqali su tomchilariga aylanadi. Bu su tomchilari avval bir yerga to'planish orqali bulutlarni hosil qiladi va ma'lum vaqtdan keyin yomg'ir bo'lib yer yuziga yog'adi. Yuqorida ko'rganimizdek, shamollar havoda erkin holda laylab yurgan su horlarini dengizdan ko'tarib chiqqan zarrachalar bilan changlashtirmoqda va bu orqali yomg'ir bulutlarining borliq kelishiga turtki bo'lmoqda. Agar shamollarning bu alohidligi bo'lmagan bo'lsa edi, yuqori atmosferadagi kichik suv tomchilari hargizmi hosil bo'lmagan va yomg'ir degan bir narsa mavjud bo'lmagan bo'lardi.
Bu yerde muhim bo'lgan nuqta bo'lsa, shamolning yomg'ir hosil qilishidagi bu alohida xizmatining asrlar burun Qur'on Karimning oyatlarida xabar qilinganligi bo'lib, u davrlarda odam bolasi tabiat hodisalari haqida hech qanday narsadan xabardor emas edi. Qur'on Karimda yomg'ir to'g'risida berilgan boshqa bir ma'lumot bo'lsa, yomg'irning ma'lum bir o'lchamda tushadiganligidir. Bu haqda Zuhruf surasida mundoq deyilmoqda: Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkazmay foyda yetkazadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Onun bilan biz ya o'lmas qaqos o'lik zaminni tirildirdik. Sizlar mushundoq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilsizlar. Yomg'irdagi bu o'lcham yana zamonimizdagi tadqiqotlar orqali isbotlangan bo'lib, tekshirishlarga qaraganda yer sharida bir sekundda 16 million tonna suv aylanadi. Bir yilda bo'lsa bu miqdor 513 trillion tonnaga yetadi. Bu ayni vaqtda bir yilda dunyoga yaqqan yomg'ir miqdori tengdir. Demakki, suv davomli bir xil tempolik ichida bir xil o'lcham bilan aylanib turadi. Yer sharida hayotning davomlashishimi bu suv aylanishi orqali kafolatlantirilgan. İnsaniyat o'zlari ega bo'lgan bütün fan texnika imkoniyatlarini ishga solsa-mu, bu aylanishni hargizmi sun'iy holda amillashtirolmaydi. Agar bu o'lchamda kichikgina bir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, qisqagina vaqtdan keyin intayin og'ir ekologik tampongsizlik yuz beradi va buning natijasida hayotlik oxirlashadi. Ammo hech qachon undoq bo'lmaydi. Yomg'ir Qur'on Karimning bildirganidek yer shariga har yil o'xshash o'lchamda yig'ishni davomlashtiradi. Dengizlarning tadqiqotchilar tarafidan yaqinda bayqalgan bir alohidligi Qur'on Karimning bir oyatida mundoq tasvirlanadi. O ikki dengizni bir tatliq, biri achchiq oqqizdi. Ular uchirishdi. Ularning orasida to'simi bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. O'zaro bir-biriga tutishib turadigan, ammo sulari hargizmi bir-biriga aralashib ketmaydigan dengizlarning oyatda tasvirlangan bu alohidligi okeanshunoslar tarafidan yaqinqi yillarda kashf qilindi. Sirtqi besim deb atalgan bir fizikalik kuchning ta'siridan qo'shni dengiz suvlarining bir-biriga aralashmaydiganligi ayon bo'ldi. Dengizlarning o'xshamagan zishlik sababidan hosil bo'lgan bu sirtqi besim xuddi bir tomga o'xshash sularning bir-biriga aralashib ketishini to'sib turadi. Albatta, bu ishning ajablanarli tarafi insonlarning fizika, sirtqi besim va okeanga munosabatli bilimlardan hech qanday xabari bo'lmagan bir davrda bu haqiqatni Qur'on Karimning o'ttirg'i qo'yganligidir. Yaqinqi davrgacha insonlar buvoqning jinsiyati ana hujayralar tarafidan belgilandi deb qaraydi. Yoki undoq bo'lmagan taqdirdami, ana va dadadan kelgan hujayralarning billa jinsiyat shakllantirilganligini faraz qiladi. Ammo bu haqda Qur'on Karimda farqli ma'lumot berilmoqda va erkak kishilikning ana rahmiga to'kilgan spermidan yaratilganligini bayon qilmoqda. Allah to'kilgan manidin bir jup erkak bilan kishini yaratdi. Qur'on Karimda bayon qilingan bu ma'lumotning to'g'ri va reallikka uyg'un ekanligi kundan-kunga rivojlanayotgan meditsina ilmi sohasidagi gen va mikrobiologiya mutaxassislari tarafidan ilmiy holda isbotlandi. Cinsiyetning butunlay erkakdan keladigan mani hujayralaridan shakllanadiganligi, ayollarning bu hodisada hech qanday rolning yo'qligi meditsina ilmi sohasida yangidan bayqaldi.
cinsiyetning belgilenishidagi amil xromozomdan iboratdir. Odamning badan tuzilishini belgilaydigan 46 dona xromozom bo'lib, buningdan 2 donasi jinsiyet xromozomi deb ataladi. Bu 2 xromozom erkek tarafda XY, dişi tarafda XX bilan ifodalanadi. Buning sababi xromozomlarning bu harflarga o'xshaganligidan kelib chiqqan. Y xromozomi erlik, X xromozomi bo'lsa ayollik geni taşıydı. Bir odamning shakllanishi ayolda bor bo'lgan jup holatdagi bu xromozomlardan bir donasining yana birisi bilan birlashishidan boshlanadi. Ayolda tuxumlashish bosqichida ikki ayrilgan jinsiyat hujayralarining her iki donasida X xromozomi mavjuddir. Shunga erkakda ikki ayrilgan jinsiyat hujayrasi Y ve X xromozomlarini o'z ichiga olgan ikki farqli sperma hosil qiladi. Ayolda bor bo'lgan X xromozomi agar erdagi X xromozomini o'z ichiga olgan sperma bilan birlashsa, tug'ilgan buvoq qiz bo'ladi. Agar Y xromozomini o'z ichiga olgan sperma bilan birlashsa, o chaqda tug'ilgan buvoq o'g'il bo'ladi. Yani tug'iladigan buvoqning jinsiyati erkakda mavjud bo'lgan xromozomlardan qaysisining ayolning tuxumi bilan birlashadiganligiga munosabatlidir. Haqiqatan mu gen ilmi o'ttirib chiqqanga qadar, ya'ni 20-asrgacha yuqoridagilarning hech qaysi bilinmaydi. Aksicha, nurg'un madaniyatlarda tug'iladigan buvoqning jinsiyatining ayol kishining vujudi tarafidan belgilanadiganligidan iborat bu ko'z qarash keng tarqalgan edi. Hatto bu sababdan qiz tuqqan ayollar tanqid qilinadi. Halbuki Qur'onda insonlarga genlarning kashf qilinishidan 13 asr burun bu asossiz ko'z qarashni rad qiladigan bir ma'lumot berilgan ve cinsiyet manbasining ayoldan emas, balki erkek tarafdan keladigan mani ekanligi bildirilgan edi. Qur'onning insonning shakllanishi haqida bergan ma'lumotini tadqiq qilishni davomlashtirgan bo'lsak, oldimizga intayin muhim ba'zi ilmiy mo'jizalarning chiqishi tabiiy. Er tarafdan kelgan sperma ayoldagi tuxum bilan birlashgan chaqda tug'iladigan buvoqning dastlabki qismi shakllangan bo'ladi. Biologiyada zigota deb atiladigan bu xil yolg'iz hujayra darhol bo'linib ko'payadi va bargan sari kichik bir go'sht parchasi holatiga kiradi. Ammo zigota bu cho'ngishni bo'shliqda muallaq turib amalga oshira olmaydi. Balyotqu pardasiga yepishish orqali o'zliki tarmoqlarning vositasi bilan tuproqqa yerlashgan yiltizga o'xshash u yerga choplashadi va bu bog'ning vositasi bilan o'zining o'sib yetilishi uchun foydali deb qaralgan moddalarni ananing vujudidan emalaydi. Mana bu yerda Qur'onning intayin muhim bir mo'jizasi namoyon bo'lmoqda. Janobi Alloh Qur'onda balyotquda cho'ngishga boshlagan zigotadan xabar berganida alaq kalimasini qo'llanadi. Yaratgan Parvardigorning ismi bilan o'qigin. U insonni laxti qondan yaratdi. O'qigin, Parvardigoring eng karamlikdir. Alaq kalimasining arabchadagi ma'nosi bo'lsa, bir yerga isilib turgan narsadir. Hatta bu kalimaning asli o'qimi bir badanga choplashib qon sho'raydigan bir xil hasharat degan ma'noni bildiradi. Shubhisizki, ana rahmida o'sib yetilayotgan zigota uchun bu qadar uyg'un kalimaning ishlatilganligi hargizmi bir tasodiflik emas. Bu ahvol Qur'on Karimning olamlarning yaratquchisi bo'lgan Alloh tarafidan nozil qilinganligini yana bir qatim isbotlamoqda. Qur'on Karimda insonlarni o'lgandan keyin tiriltirishning Allohga intayin oson ekanligi tushuntirilib, insonlarning bedeniga bo'libmi barmoq uchlariga diqqatimizni tortib mundoq deydi. Undoq emas. Ya'ni uning so'ngaklarini jami qilamiz. Uning eng inchga, eng nozik bo'lgan barmoqlarini asliga keltira olamiz.
barmoq uchlarining alohida ta'kidlanishi intayin muhim ahamiyatga ega. Chunki bütün insonlarning barmoq izlari butunlay o'zlariga maxsusdir. Hozir yer sharida yashayotgan har bir odamning barmoq izlari bir-biridan farqlanadi. Hatto tarixdan buyon dunyoga kelgan insonlarning barmoq izlarimi bir-biriga o'xshamaydi. Mana bu sababdan barmoq izi her odamga maxsus nihoyat muhim bir salohiyat guvohnomasi hisoblanmoqda va butun dunyoda bu maqsadda qo'llanilmoqda. Ammo hammadan muhimi barmoq izining alohidliklarining 19-asrning oxirlarida kashf qilinganligidir. Onundan burun insonlar barmoq izini hech qanday bir xususiyati va ahamiyati bo'lmagan siziqlardan iborat deb qarab kelgan. Biroq Qur'on Karimda o davrda hech qanday bir kishining diqqatini tortmagan barmoq izlari ta'kidlanmoqda va bu izlarning zamonimizda bilingan ahamiyatiga diqqatimizni qo'zg'amoqda. Qur'on Karimning oyatlarida bayon qilingan yana bir muhim ma'lumot bo'lsa, odamning ana rahmidagi yaratilish bosqichlaridir. Oyatlarda bolayotquda avval so'ngaklarning shakllanganligi, ondan muskullar hosil bo'lib, bu so'ngaklarni qoplaydiganligi uqtirilmoqda. Ondan abi manini laxti qonga aylantirdik. Ondan laxti qonni parcha go'shtga aylantirdik. Ondan parcha go'shtni so'ngakka aylantirdik. Andin so'ngaki go'sht qo'ndirdik. Andin uni jon kirgizib, boshqa maxluqqa aylantirdik. Eng mahir yaratquchi Alloh hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir. Ana rahmidagi o'sib yetilishni tadqiq qiladigan fan to'ralmshunoslikdir. Bu sohada texi yaqinqi davrgachilik so'ngaklar bilan muskullarning birlikda hosil bo'lib, birlikda yetildiganligi faraz qilingan. Bu tufayli ba'zi kishilar uzun mezgil bu oyatlarning ilm-fanga moslashmaydiganligini da'vo qilgan edi. Lekin taraqqiy topgan fan texnikaning yordam orqali ilib berilgan oliy darajalik mikroskop bilan tekshirishlar shuni ro'shan holda ko'rsatmoqdaki, ana rahmida dal oyatda tasvirlangandek bir yetilish amillishidir. Avval to'ralmadagi ko'mirchak hujayra so'ngakka aylanadi. Andin muskul hujayraları so'ngaklarning atrofidagi to'qilmalardan tanlangan holda bir yerga birikib, bu so'ngaklarni qoplaydi. Bu masala taraqqiy qilgan odam nomli ilmiy bir kitobda mundaq tasvirlangan. 6-haftada ko'mirchaklashishning davomi bo'lgan dastlabki so'ngaklashish ko'mirchak so'ngakda yuz beradi. 7-haftaning oxirlarida bo'lsa, uzun so'ngaklarmi shakllanishga boshlaydi. So'ngaklar shakllanayotganda muskul hujayraları so'ngakni qoplagan to'qilmalardan tanlanib, muskullarni paydo qiladi. Muskul to'qilmalari bu yo'sinda so'ngakning oldi va orqa muskullari deb ikkiga ayriladi. Qisqasi, odamning Qur'on Karimda tasvirlangan yaratilish bosqichlari zamonaviy to'ralmshunoslikning kashfiyotlariga butunlay uyg'undir. Qur'on Karimda odamning ana rahmida 3 bosqichlik bir yaratilish natijasida yaratilganligi bildirilmoqda. Alloh sizlarni analarning qonida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni abi mani, andin laxti qon, andin parcha go'sht bosqichlariga bo'lib, 3 qorong'ulik, ya'ni bola hamrohining pardasi, bachchidan va onning qursuqi ichida yaratdi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Podshohlik Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandaqmi uningga ibodat qilish uchun uningdan g'ayriga cho'qinishga burilib ketsizlar. Diqqat qiladigan bo'lsak, oyatda odamning bolayotquda bir-biriga o'xshamaydigan 3 bosqichda shakllanganligiga ishorat qilinmoqda. Haqiqatanmi bugun zamonaviy biologiya ilmi buvoqning to'ralmasining bolayotqudagi yetilishining 3 o'xshamagan bosqichda amillashadiganligini o'ttirib qo'ydi.
Bugun meditsina fakultetlarida darslik kitobi qilib o'qitilayotgan barliq to'ralmshunoslik kitoblarida bu tema eng asosli bilimlar qatorida yer oladi. Masalan, to'ralmshunoslik to'g'risida asosli manba kitoblardan biri bo'lgan Basic Human Embryology, ya'ni odam to'ralmasining asoslari nomli kitobda bu reallik mundoq ifodalangan. Balyotqudagi hayot 3 bosqichdan hosil bo'ladi. Ular bo'lsa embrionik, ya'ni abimani bosqichi dastlabki 2,5 hafta, to'ralma bosqichi 8-haftaning oxirigacha va fetal, ya'ni parcha go'sht bosqichi 8-haftadan tug'ilgunga qadar. Meditsina tilida trimestr, ya'ni 3 bosqich deb tushuntirilgan bu bosqichlar buvoqning o'xshamagan yetilish mezgillarini o'z ichiga oladi. Balyotqudagi yetilishga doir bu ma'lumotlar faqatla zamonaviy texnik uskunalari orqali ilib berilgan tekshirish natijasida qo'lga keltirildi. Ammo yuqorida ko'rganimizdek bu ma'lumotlarmi boshqa sonsizlagan ilmiy haqiqatlarga o'xshash mo'jizaviy bir holda Qur'on oyatlarida bizga o'qitilmoqda. İnsaniyat meditsina sohasida hech qanday tafsiliy ma'lumotga ega bo'lmagan bir davrda Qur'onda bu kadar tafsili ve doğru ma'lumotlarning berilganligi tabiiyki Qur'onning inson so'zi bo'lmasdan Allohning so'zi ekanligiga ochiq bir dalildir. Qur'on Karimning mo'jizalaridan yana biri kelgusida yuz beradigan ba'zi hadislardan oldin ma'lumot berishidir. Masalan, Fatih surasining 27-oyatida mushriklarning ishg'oliyati ostida bo'lgan Makkaning azod qilinishidan musulmonlarga oldin ola xo'sh xabar berilgan edi. Alloh payg'ambarga haq ravishda haqiqiy rostchush ko'rsatdi. Ey Muhammad, sen ve sahabelerin Allah xolisa düşmandan emin bo'lgan, ba'zilaringlar boshlaringlarni tushirgan ve ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim masjidi haromga kirsilar. Allah sizlar bilmaydigani biladi. Allah buningdan burun sizlarga yaqin bir g'albini, ya'ni Xaybarning fatihini muyassar qildi. Diqqat qiladigan bo'lsak, yuqoridagi oyatda Makkaning fathi qilinishidan burun amillashadigan boshqa bir fatihdan xabar berilgan. Haqiqatan oyatda xabar berilgandek, musulmonlar avval yahudiylarning qo'lidagi Xaybar qalasini oldi, keyin Makkaga kirdi. Qur'on Karimning kelgusida yuz beradigan ishlarni bergan xabarlardan yana biri Rum surasining bosh tarafidagi oyatlarda yer oladi. Bu oyatlarda Rum imperiyasining bir mag'lubiyatga uchraganligi, ammo nihoyatda qisqa bir vaqtdan keyin g'alaba qilganligi bayon qilingan. Alif Lam Mim. Rumliklar tuvan bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengidi. İlgiri ve keyin hamma ish Allohning boshqarishidir. Bu kunda mo'minlar Allohning bergan yardım bilan xo'shal bo'ladi. Bu oyatlar Hristiyan Rumliklarning butparast farislar oldida og'ir mag'lubiyatga uchrashidan taxminan 7 yildan keyin, ya'ni milodiy 620-yili atrofida nozil qilingan edi. Halbuki o devirde Rumluklar ağır çıkım tartkan bulup, qaytini g'alaba qilishi o yoqda tursin, davlatini saqlab qilishi mumkin emasdek ko'rinadi. Faqat Parislarla emas, Avarlar, Slavyanlar ve Lombardlarmi Rum davlatiga nisbatan cho'ng xatar edi. Avarlar İstanbulga qadar kelgan edi. Rum imperiyasining podshohi Heraklius qo'shinning xarajatini qamdash uchun cherkovdagi oltin, kumushlardan ishlangan zinnat buyumlarini eritib, pulga aylantirishga buyurgan. Nurg'unlagan vali podshoh Herakliusga osiylik qilib, imperiya parchinish holatida turib o'tadi.
ilgari Rum imperiyasining zemini bo'lgan Mesopotamiya, Kirikiya, Suriya, Falastin, Misr va Armaniston butperest farislarning ishg'ol ostiga kirgan edi. Qisqasi, hamma odam Rum imperiyasining yo'qolishini kutayotdi. Ammo dal bu mezgilda Rum surasining bosh tarafidagi oyatlar vahiy qilindi va Rum imperiyasining 9 yil o'tmasdan takror g'alaba qildiganligi bayon qilindi. Rum surasining bosh tarafidagi oyatlar nozil qilinib, taxminan 7 yildan keyin, ya'ni milodiy 627-yili 12-oyda Rum imperiyasi bilan farislar o'tirsida Enova xarobalari atrofida yana bir qitim dahshatli urush yuz berdi. Bu qitim Rum qo'shini farislarni mag'lub qildi va bir qancha oydan keyin farislar besib olgan yerlarni Rumliklarga qaytarib berishga doir bir kelishimnoma imzolashga majburladi. Shuning bilan Janobi Allohning Qur'onda bayon qilgan Rumlarning g'alabasi mo'jizaviy bir shaklda haqiqatga aylandi. Bu oyatlarda yer olgan boshqa bir mo'jiza bo'lsa, u zamonda hech kimning isbotlay olishi mumkin bo'lmagan jo'grafiyalik bir haqiqatdan xabar berilganligidir. Rum surasining 3-oyatida Rumliklarning yer sharining eng tuvan yerida mag'lub bo'lganligi bildirildi. Arabchasi adnal ard bo'lgan bu kalima ba'zi tarjimlarda yaqin bir yer debmi tarjim qilingan. Biroq bu tarjima so'zning asli ma'nosi emas, ko'chma ma'nodagi bir izohatidir. Adna kalimasi arab tilida tuvan degan ma'noni bildiradigan adin kalimasidan to'rilgan bo'lib, eng tuvan degan ma'noni bildiradi. Ard bo'lsa yer yuzi, zamin deganlik bo'ladi. Shuning bilan adnal ard ifodasi yer sharining eng tuvan yeri degan o'qimni bildiradi. Nima degan ajablanarlik ha? Rum imperiyasi bilan farislar o'ttirsidagi urush amaliyotda yer sharining eng cho'nqur yerida yuz bergan edi. Mazkur yer Suriya, Falastin va hozirgi Iordaniya zaminini kesib o'tadigan Lut ko'li tuzlanligidir. Ma'lumki, dengiz yuzidan 395 metr tuvanidagi Lut ko'li atrofi yer sharining eng tuvan yeridir. Ya'ni Rumlar oyati ko'rsatilgandek yer sharining eng tuvan yerida mag'lub bo'lgan. Bu yerda diqqat qilish tegishli nuqta Lut ko'lining egizligining davrimizdagi zamonaviy o'lchash uskunalari bilan bilinganligi bo'lib, buningdan burungi davrlarda hech qanday kishining Lut ko'lining yer sharining eng tuvan rayoni ekanligini bilalishi mumkin emas. Lekin bu rayon Qur'on Karimda yer sharining eng tuvan yeri deb tunishtirilgan. Bu Qur'onning ilohiy bir so'z ekanligining boshqa bir dalilini namoyon qilmoqda. Qur'on Karimning bu yergichilik ko'rib o'tgan mo'jizalik alohidliklaridan boshqa matematik mo'jizalarmi bor. Bu mo'jizaning bir misoli Qur'onda ba'zi kalima takrorlarining o'rtaq soni bo'lib, bir-biri bilan munosabatlik ba'zi kalimalar hayron qolarlik bir tuzilishda o'xshash miqdorda takrorlanadi. Tuvanda bu xil kalimalar va ularning Qur'ondagi takrorlanish sonlari berilgan. Kun kalimasi bellik holatida 365 qatim tilga ilinsa, kunlar kalimasi ko'plik holatida 30 qatim takrorlanadi. Ay kalimasi 12 qatim takrorlanadi. Jazo kalimasi 117 qatim tilga ilinsa, Qur'on Karimning asosiy prinsiplaridan bo'lgan afu qilish kalimasi bu sonning 2 hassi miqdori takrorlanadi. Dunyo kalimasi va oxirat kalimasi o'xshashla 115 qatim takrorlanadi. 7 osmon kalimasi bilan osmonlarning yoritilishi kalimasi mu yana o'xshashda 7 qatim takrorlanadi. Iymon kalimasi Qur'onda 25 qatim takrorlangan bo'lib, kufr kalimasi mu o'xshashla 25 qatim takrorlangan.
Zakat kelimesi 32 qitim tekrarlansa, barakat kelimesi mi dal 32 qitim tekrarlangan. Yaxshilar kelimesi 6 qitim tekrarlansa, fasiqlar bo'lsa dal 20 gacha, ya'ni 3 qitim tekrarlanadi. İnsan kelimesi 65 qitim tekrarlangan bo'lib, insonning yaratish bosqichlarining takrorlanishimi o'xshashla 65 qitim tekrarlangan. Biz ko'zdan kechirib chiqqan bütün ma'lumotlar bizga ro'shan bir haqiqatni ko'rsatib bermoqda. Qur'on shundoq bir kitobki, ichidagi bütün ma'lumotlarning hammasining to'g'riligi isbotlangan va o'z davrida hech qanday inson tarafidan bayqilib bo'lmaydigan haqiqatlar oyatlarda bayon qilingan. Albatta, bu holat Qur'onning bir inson so'zi emasligining opuchuq bir isbotidir. Qur'on her şeyini yo'qlikdan barliq keltirgan ve ilmi bilen bütün mevcudatlarını korşap durgan ulug' Allah'ның sözüdür. Cenab-ı Allah Kur'an'ın bir ayetinde Kur'an to'g'risida mundaq deydi. Ular Kur'an üstüde fikir yürgizmemdi. Eğer Kur'an Allah'tan gayrının tarafidan bolgan bolsa, elbette onundan nurgun ziddiyetlerini tapkan bolatdı. Qur'onda hech qanday zidlik bo'lmaganiga o'xshash, ichidagi har bir ma'lumot kunlarning o'tishiga ergishib, bu ilohiy kitobning yangi mo'jizalarini o'ttirib qo'ymoqda. İnsanlarning mas'uliyati bo'lsa, Alloh nozil qilgan bu ilohiy kitobga yepishish va uni o'ziga yo'l ko'rsatishi deb qabul qilishdir. Janobi Alloh bir oyatda bizga mundaq xitob qiladi. Bu biz nozil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allah'ның rahmetini ümit qilg'uvchilardan bo'lish uchun onunga ergishinglar, onunga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar.